Mahalliy yashovchilar Samarkandek bozorini do'stlik markazi deb aytishadi. Bu yerda Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari savdo qilishi sabab bo'lsa kerak. Xaridorlar ham ikki davlat fuqarolari, ikki davlat aholisiga xizmat qilgan bozor shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Savdo ishlari qirg'iz valyutasida olib boriladi. O yoqdan jashilcha jemish, kartoshka, piyoz olib kelib o'tirib sotganlar bor. Shu tajiklar kelmasa, mana o'rikni kim oladi? 99% o'rikni O'rik qaqdi Tojikistondan olib kirib ketdi. Mazkur bozorda sobiq Sovet davridan beri ikki o'lka yashovchilari xaridlar qilishadi. O'zlarida yo'q narsalarni ikki davlat fuqarolari ham shu yerdan topishadi. Tojikistonliklar asosan o'rik va o'rik mahsulotlarini xarid qilishsa, biznikilar ulardan sabzavotlarni olib turishadi. Qirg'izda nima ketishini yo'q kelamiz o'zimiz. Өз өлкөмдө кандай соода кылсам, бул жерде да ошондой. Кыргыздар менен мамилебиз жакшы. Көп келгенимденби кыргызчаны түшүнөм. Алар менен орус жана өзбек тилинде соодалашып, алып келген товарларымды сатам. Soya, qo'shni. Bozor yaxshi uchun kelamizda. Тажикстандан жашылча жемиштерди алып келебиз. Жүзүм, лимон, алма бардык түрү бар. Соода жакшы болот. Алармандар көп. Жума сайын келип кетебиз. Кыргыздар менен мамилебиз эң жакшы. Savdo yaxshi. Bozor asta-sekin kengayib, hozirgi kunda bu yerda ishlaganlar soni 1000 ga yetdi. Savdogarlarning yarmi qirg'izistonlik, qolgani Tojikiston fuqarolaridir. Ular orasida 15 yildan beri shu sohada ishlab kelayotgan Mujiba Valiyeva ham bor. Uning so'zlariga ko'ra, bu yerda tovarlar yaxshi sotiladi. Условиялар жакшы кылып, ар бир жерге порядочный кылып, неме кылып берсе, экономикасы жогорулат, элдики, адам эме ар бир үй бүлөнүн экономикасы неме болот, мана өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн экономикасы жогорулайт. Ikki tomon deyarli 30 yildan beri erkin savdo aloqalarini yurgizib kelishadi. Samarkandek bozoridan Tojikistonning Isfara tumanidagi 6 ta qishloq aholisi Batken rayonining Aqsay, Aqtatir, Ko'ktash va Ravatliklar xaridlarni amalga oshirishadi.